Assalamu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumid Xo'ja Abdulla Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda sirliq materialga putilgan ruslarning jinoyatlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Әтісі әттегенде ular chegaraga yaqinlab, mashina mangalaydigan yergacha yetib bordi. Bernaxan mashinaga yushirib qo'ygan yan quroldan ikkini o'zining beliga qistirib olgandan keyin qolgan 3 dal tapanchini har biraylenga birdan tarqitib, mashinani yaqindagi cho'nqur bir ko'lga cho'ktirib etdi. Shunda qilib Bernaxan ularga yo'l boshlab Eron tavallikiga o'tkili bo'ladigan maxfiy joyga qarab yo'l oldi. Chunki bundaq maxfiy chegaradan chiqish eg'izlari Bernaxandek KGB'ning maxsus xodimlariga 5 qo'ldek ayon edi. Tağdaki çığır yollarda minish nahayeti tez bulup, birdem taqqa yamishishqa to'g'ri kelsa, birdem o'minib minishqa to'g'ri keletdi. Bernaxan tushga yaqin ming bir japalarda ularni Eron tavallikiga o'tkili bo'ladigan bexatar tog' qaptiliga boshlab akeldi. Ular qattiq herib charchab ketganlikdan qaptaldagi bir soya joyga kelib o'zini tashlashdi. Tuyuqsiz pong qilgan bir ovoz bilan Quram tashda o'ltirishqa tamshilayotgan yigit singayam bo'lg'inicha yenidagi Tillaxonning quchog'iga yiqildi. Ular nima ish bo'lganligini bilib bo'lguncha ikkinchi pay o'q Tillaxonning biligiga tegib ulgurdi. Angacha Pashshaxon bilan Bernaxon chabdaslik bilan yumulang'inicha Quram tashning daldisiga o'tib, Tillaxonning quchog'idagi yigitni tortib akilishdi. Uning ahvoli qandoq? So'rdi Pashshaxon o'q etilgan tarafga jiddiy qarag'inicha Tillaxondan yigitning ahvolini bilishga taqozo bo'lib. U bo'lolmadi, o'q uning bishig'ini tegibdi, deb javob berdi g'azablangan Tillaxon qarindishining yuzini engikiga yiqib turib g'azabdan titriginicha. Ruslar bizga alohida qismni avatibdi. Biz bir amal qilib Eron tavallikiga o'tib olsak bo'ladi. Faqat necha 100 metrlar qoldi. dedi Bernaxon Tillaxonning qon chiqayotgan biligini yuqori tarafdan ching bog'lab olg'ach. Qaysi alaydi qism u? so'rdi Tillaxon quchog'idagi yigitning beshini yerga asta qo'yib saq qo'li bilan belidagi tapanchini qo'liga ilib. KGB'ga qarashliq alaydi qism. Ular haqiqatan bu yerga tik uchar aeroplan bilan yaqinlashdi. Andin kaynimizga tushgan gap. Bernaxon shundoq degach, Tillaxonning qo'lidagi tapanchini batlab, andin uning qo'liga tutqizib qo'ydi. Ularga tang kelolmaymiz. Aramizdan biraylan Eron tarafga o'ssin. Qolganimiz uni qutqizayli. Angacha yaqin atrofdagi Quram tashning kaynidan Karnayda ruscha vaqirgan ovoz anglandi. Sizlar qo'rshovda qoldinglar, taslim bo'linglar. Itning ballari, jinim tikib qo'ydim. Açıqlandi Tillaxon yerga birni tükürüp tishini g'uchurlatguncha. Tillaxon, dedi Bernaxon uning qarab. Hergiz beshingiz ko'tarib salbang. Bayam etqinimdek Pashshaxon, siz darhol kun pitish taraf qarab menging. Yo'q, siz oldi bilan menging. Biz sizni qo'g'daymiz, deb keskin javob qaytardi ochiqlangan Pashshaxon. Angacha yana yomg'irdak o'q yig'ishqa boshlab, ularni Quram tashning kaynidan hech yonga midirlig'ili qo'ymadi. Gap talishib o'ltirdiganga vaqt yo'q Pashshaxon, deb qo'shimisini turdi Bernaxon. Itilgan o'qdan qaraganda ularning soni xilila jiqishgan. Aramizdan biraylarmi saq qolmag'idekmiz. Ammo bir amal bor. Biz materialni dastak qilib turib, sizni qochirib yetayli. Shuning bilan ular hech qaysimizga qalaymaqan o'q atalmaydi. Bizni mo tirik qo'lga tushirishga urinadi. Qo'shilamsiz? Unda qilsa qandoq bo'lar? dedi Pashshaxon ikkilangan holda. Biz materialni ularning qo'liga bermaymiz. Faqat isbusini chiqiramiz. Lekin sizning bundan keyingi hayotingiz butunlay xatarga to'lgan bo'ladi. Ular sizni tirik qo'lga tushirish uchun sizni yer sharidan yingna izlagandek izlaydi. Esingizda bo'lsin. Vaqti kelganda KGB'ning amaliy kuchi Amerikaning markaziy axborot idorasidanmi kuchlik. Ular sizni tepish uchun vosita tanlamaydi. Tushundingizmi?
Sizlar qandaq qilasizlar? Bo'ldi, Tillaxon bilan ikkinglar minginglar. Bu degan buyruq, dedi Poshshaxon achchig'ida bo'g'ilib. Aka, quruq gapni qo'y. Yigitlarimiz kim uchun jinin tikkan? Ularga yuz kelishimiz kerak. Tez bo'l, Xolidaning deginda qilayli, dedi Tillaxon akasiga o'tingan holda. Bizdan ansirmang Poshshaxon. Men bir amal qilib o'zimni ham Tillaxonni ularning changilidan qutuldurman. Buning uchun siz aramizdan tirik ketishingiz shart. Poshshaxon mushtapda umridagi eng zo'r, eng qiyin bo'lgan bir tanlashga duch kelyotdi. Poshshaxon oxiri bir qarorga keldi. Bo'pti, shunda qilayli. Aytganlarim esingizda bo'lsin. Alloh xolisa hamon ko'rishimiz. Ularning qo'lidan qechib ketgan cheg'inglarda cho'qim men tug'ilgan tog' to'rada panohlanglar. İmkan bo'lsa siz sol bilikingizni tekshirtib beqing. Shu bilikingiz normal emas, tushundingizmi? Tillaxon ularning material va normal emas degan so'zlarini anglab, nima ish ekanligini so'ray devatganda, Bernaxon alqinini karnay shaklda qilib, yaqin tarafdagi Quram tosh tarafga qarab ullik vaqirab gap qildi. Sizlarga lozimi bizning jinimizmi yoki qo'limizdagi Stalinning polshaliklarni o'ldirishga tushirgan tasdiq qog'ozimi? Nima? Nim deding? deb vaqirdi Kanay. Sana Katin qonliq qirg'inchiligi yoki Turkmaniston yadro siniqining amaliy ahvoli lozim emasmi? deb vaqirdi Bernaxon taza kuchab. Alayda qism jimib ketdi. Ular bu dokladni yuqoriga telegramma orqali ma'lum qilyotdi. Yuqoridan jiddiy buyruq keldi. Qanchalik badal to'lashdan qat'iy nazar material qo'lga sog'-salomat tushirilsin. Sizlar materialni topshirsanglar, hayotinglarga kepillik qilamiz. Bo'lmaydi ekan, hamminglar qirib tashlansizlar. Kana yana yangrashqa boshladi. Navoda bir pay o'qni bizga otadikansizlar, materialmi yo'q, bizmi yo'q bo'lamiz. Bernaxon shundoq deginicha, yondagi shahid yigitning bir jup oyog'ini qo'rsqi tarafga tingib, o'rindan o'ra bo'lib turdi. Otamdoq deb so'radi alayda qismning margini Bernaxonning beshini nishonga ilib turib. Po'q yema, ko'rmadingmi uning qo'sqida tingib olgan bombasini? deb vaqirdi boshliq Markanga. Xolida degan munofiq ana shu. Uningdan ehtiyot qilinglar. Uning qo'lidan har balo keladi. Vaqti kelsa, u yolg'iz bizga tetiya olaydi. Buni bilamsan? Bernaxon yandikilarga asta gap qildi. Ular endi hech qaysimizga aldirab qo'l sololmaydi. Tillaxon, siz bu qerindishimizning kiyimlarini soldurib, qo'sqingizga tingib oling. Poshshaxon, men ha deganda siz oldi tarafga bor kuchingiz bilan qiching. Oldingizda tik ketgan bir yorliq bor. O'zingizni shu yerdan hanga eting. Udulla Eron tavalligidagi cho'nqur ko'lga tushsiz. Aman bo'lsaq tog' turada sizni kutimiz Poshshaxon. Eng muhimi materialni egasiga topshirish. Buni unutmang. Shu chaqda yuqoridan yana yangi buyruq olgan Karnay ullik yangrashqa boshladi. Xolida, sen qarab turib bizga xoinlik qilamsan. Sen bizga iz qoldirmagan bo'lsang, sizlarni buncha tez tepib olalamdiq. Sen nagili bormag'in, bizdan qechib qutulolmaysan. Darhol hushingni top. KGB sening oilang Xolida. Biz seni yanala qarshi olamiz. Qasdan ichki majra paydo qilmoqchi bo'lgan Karnaydagi bu ruscha ovozni Tillaxon anglab tushandi. Uning arvoyi 40 kez o'rlab, quyqa chichi tik turdi. Hu iflos xotun. Shuncha to'saqlardan bemalol o'tkinimiz bekor emaskanda. Asli qerindishimning jiniga zomin bo'lg'ini senkansan emasmi? Tillaxon ochiqdan kelgan shaytini barmoqiga kelib to'xtadi. U shundoq deginicha tapanchini Xolidaga qartibla tepkini oldirib bisivetdi. Poshshaxon Tillaxonning chiroyiga qarabla, "Yo'q" deginicha chaqmoq tezligida Bernaxonni quchoqlab oldi. O'q Poshshaxonning o'ng taraf do'mbisidan kirib ketdi. Poshshaxon Bernaxonni quchoqlag'inicha qoram toshning keyniga yiqildi. Shu an Poshshaxonning og'zidan bo'lduqshib qon iqishqa boshladi. "Aka, men!" Tillaxon qo'ldagi tapanchini tashlab etib, vaqirg'incha o'zini akasiga otdi.
Tillaxan ukam. Pashshaxonning eg'izidan chiqqan qon uni so'z qildirmayotdi. Bernaxon öksüp yig'lig'inicha uning lavlaridan eqiyotgan qonni surtiyotdi. Xolida u men sana gapini qilib bergan hiliqi Bernaxon shu. Aka, bu. Tillaxon ho'ngrab yig'lig'inicha Pashshaxonni quchoqlab oldi. Ukam, men bulolmay qoldim. Lekin sizlarni qo'g'diya olayman. Bu yerdan darhol ayrilinglar. Tillaxon aksi Pashshaxonning qattiq jon talishayotgan holatini ko'rib, uning beshini quchog'iga ilib, mag'zini uning yuziga yiqib, chiyqirab yig'lab ketdi. Ondan o'zicha jim bo'lib qoldi. Tillaxon deb chaqirdi Pashshaxon, tasdiqda ko'zini ichib, o'zicha shuk bo'lib qolgan Tillaxonga qarab. Tillaxon o'rinda dong etib o'tiradi. U Pashshaxong'imi, Bernaxong'imi qaramasdan olqindagi qon yo'qiga qarab pisirlab bir nimalarni deyishga boshladi. Ukam, Tillaxon! Kuchab vaqirashqa tirishdi Pashshaxon, ufqisining yug'nab ketgan ko'z qarchug'iga qarab, uningdan ansirab. Tillaxon әмділікте yig'lashdan to'xtab kulishga boshladi. U quchog'ida yotgan akisini yonga ittirib bexaraman holda qoram toshning keyniga berib, tizini quchoqlab o'ltirib, kallisini yerga sangilatganicha bir nimalarni deb jijilashga boshladi. Bernaxon Pashshaxonning o'q tekkan yerini tingish uchun yondagi shahid yigitning ko'ynakini tishi bilan yirtiyotdi. U Tillaxonning normalsiz ahvolini ko'rib, qo'lidagi barcha raqni tashlab qo'yib, o'z-o'ziga gap qilayotgan Tillaxonning yiniga yugurib bordi-da, uning yerim yumilgan ko'zining qopig'ini qo'li bilan kerib turib, ko'z qarchug'idan bir nimani sezgandek bo'ldi. Pashshaxon, dedi Bernaxon ko'ziga mullita yosh ilib beshini chayqab. Onun nervisi bu bisimga bardoshlik berilmabdi. O sizni haqiqatan bek yaxshi ko'rdikan. Voy set jinim ukam. Pashshaxon yotgan yeridan tasdiqda o'mlab Tillaxonning o'ltirgan yeriga kelib, uning qo'lini ching tutganicha. Amdi qanday qilamiz Bernaxon? dedi umid bilan Bernaxonga qarab. Bernaxon alayda tarbiya ko'rgan KGB'ning munavvar ayol xodimi bo'lganligi uchun bundaq ishlarni necha qitim o'z beshidan o'tkazgan edi. U bundaq xalqiliq paytda huduqib qolmasdan salmoqlik bilan qaror chiqardi. Pashshaxon, dedi Bernaxon keskin holda. Tillaxon garchi mush holatga kelib qolgan bo'lsa-mu, lekin u tixi hayot. O'qmu sizning ajallik yeringizga tegmabdi. Siz hozirning o'zida qichib ketalaysiz. Tillaxonmi hayot qoladi. Menmu hayot qolaman. Navoda qichib ketish qo'lingizdan kelmasa, uchilimizning hayotidan umid yo'q. Qaror qiling, Pashshaxon. Bu qitim Bernaxonning ko'zidan qat'iylik chiqib turadi. Pashshaxon boshqa gap qilmay beshini lingishtirib, o'rindan turishga tamshaldi. Bernaxon darhol kelib, Pashshaxonni yo'lab Tillaxonning yonida o'ltirg'izdi. Ondan yerdagi yirtiq latalarni ilib, uning dumbisini nihoyat ustalik bilan tingib chiqdi. "Bo'pti, Bernaxon, men qachay. Sizlarni avval Allohga topshirdim." dedi Pashshaxon Bernaxonning qo'lini ching tutib turib hasirg'inicha. "Qo'lingizdan keladi, Pashshaxon." Xolida ko'ziga yosh ilib, og'zidan qon elqiyotgan Pashshaxonning yuzini ko'ksiga bosdi. "Sizni kutaman. Toki siz qaytib kelib, meni bag'ringizga bosqicha. Kutaman sizni, Pashshaxon." "Men cho'qim qaytib kelaman, Bernaxon. Meni saqlang." Pashshaxon beshini tasdiqda ko'tarib, Bernaxonni bag'riga bisib, uning bilan xo'shlashdi. Ondan ufqisi Tillaxonning peshonasiga qaytilab suyib, ko'z yeshi qilgandan keyin doq yerda ko'z uchiq yotgan shahid yigitning yuzini yiqib uning bilan xo'shlashdi. Ular maslahatlashib olgandan keyin Bernaxon Tillaxonning qo'ltig'idan yo'lab, uni qarshi tarafdagi qurolliq alayda qism yo'shirgan tarafiga ilib mangdi. Alayda qismning
Başlığı bu ikkiyleni ko'rib, ularning orasida zodi nima ishlarning bo'lib o'tganligini bilolmay, bir oz jiddilashib qoldi. Chunki yuqoridan kelgan buyruqda Xolidaning alayida jasus ekanligi, navoda qildan qiyiq savallik o'tilsa, bu qismning Xolidaning qo'lida halok bo'ladiganligini alayida eskartgan edi. Xolida deb Karnayda vaqirdi boshliq. Bir odaming'u bayam o'ldi. Yaralangan yana bir qani. Bayam hammani ko'rding. O'q uning jigirini yerib etibdi. U bo'lolmadi. Bizga lozimlik material qani. U qursuqimdagi partlatqichning keyinda tingiqliq. Materialning qolgan yerimi yenimdagi bu yigitning qo'ynida. Ullik vaqirdi Bernaxon qo'lini Karnay qilib turib. Qism boshlig'i yana vaqirdi. Qo'lingdagi qurolni tashlab. Mana ko'rdingmi? Hammasi mana shu. Bernaxon belidagi qistirib olgan tapanchalardan jami 4 donini qo'lida egiz ko'tarib turib, ularga ko'rsatgandan keyin yerga bir-birlab qo'yishga boshladi. Başliq turbun bilan hammani aniq ko'rib turib-atdi. U Bernaxonning yerga qo'ygan tapanchalarning soniga qarab, ko'ngli bir oz aram topgandek bo'ldi. Shundaqdimi, u yana tashvish ichida qo'lidagi soatga qarab qo'yib, yenidagi yordamchisiga aytdi. Yuqoridan keldigan yordamchi qism ajab kelmaydi-ya. Hammadan chattig'i ma Xolida degan nima? Hey. Tik ucharning keldigan vaqtimi bo'lay dedi boshliq. Lekin biz 6 odam. U ikkisi osmonda ussimi bizga tetiyolmas boshliq. U gapingni qo'y, dedi boshliq qapqin turib. Bosh shtab bekorga yordamchi qism avatmaydi. Avu ayoldan ansirayman, bilamsan? Angacha Bernaxon bilan Tillaxon ular turgan qoram toshga yiqillab keldi. Tillaxon quliqi yumshoq kichik boldek bahramon holda Bernaxonning qo'lidan tutib agishib kelyotdi. Ular qoram toshning yiniga kelishi, toshning keyindan 6 qurolli xodim chaqmoqdek etilib chiqib, ularni orasiga elib oldi. Qo'lingni beshingga ilib yerda yot, buyruq qildi boshliq ikkisining beshiga avtomatni tanglab turib. Shu asnada Bernaxon qism boshlig'ining qadamni xato bosganligini sezib, ko'nglida cho'tni so'qib bo'lgan edi. U qo'lini beshiga qo'ymoqchi bo'lib, ikki qo'lini ko'targandek bir qilibla ko'zini yumib ochqucha, Tillaxonning bel qismiga yushirib qo'ygan tapanchini ilib, chaqmoq tezligida qism boshlig'ining mingisiga batlab ulgurdi. Hammang qurolni tashlash, bo'lmasa buning kalisidan tushk echib etman. G'azab bilan vaqirdi Bernaxon qolgan 5 xodimga. Qolgan merganlar ko'z oldidagi bu ishlarga ishnalmay gangirab turganda, pang qilgan bir ovoz bilan Bernaxonning qo'ldagi tapanchadan bir pay o'q etilib chiqib, ularning ichidagi boshliqqa yiroqdan qarab turgan birsining peshonasidan tushk echib etdi. Bichara xodim qo'ldagi qurolni tashlashga ulgurolmay, tizlangan holda jon taslim qildi. Angacha Pashshaxon Bernaxon bilan oldin deyishib olgani bo'yicha o'q ovozini anglabla qoram toshning keyindan jinining boricha chegara tarafga qarab yugurdi. U bor kuchini ishqa silib, levini leviga tishlab yuguravotdi. O'z xodimining peshonasining o'ttirsidan sho'rqirab chiqayotgan qonni ko'rgan qism boshlig'ining qo'li titrab, avtomatni ixtiyorsiz Bernaxonga o'tkazib berdi. U kegashlab qo'l ostidagilarga buyruq qildi. Darhol uning deganda qilinglar. Qolganlar shu an boshliqning degini bo'yicha qo'ldagi avtomatlarni yerga qo'yib, ikki qo'lini beshining ustiga ilishi bilan tang Bernaxon tat qilibla qo'ldagi avtomat bilan keyniga kirib olgan bu alohida qismni dunyodan pak-pokiz qirvatdi. Bernaxon ishni tugitib darhol Pashshaxonning keyindan chegara tarafga mingishqa tamshilayotganda, osmonda bir tik uchar aeroplan paydo bo'lib, ularni muhasiraga ilib oldi. Bernaxon amalsiz oxiri qurol topshirishga majbur bo'ldi. Qansirab ketgan Pashshaxon shu yugurginicha Bernaxon aytib bergan hiliqi tik yarga aran yetib bordi. Shundaq qilib, u keyniga qarashqimi madori yo'q holda o'zini Eron tavalligiga ko'lga atdi.
Şundaq qilib, bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh.